Navoiyda yo'l transport hodisasi sabab 2 nafar fuqaro halok bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Navoiyda 2 nafar yoshlar yetakchisi YTH oqibatida halok bo'ldi. Shuningdek, yo'l transport hodisasiga uchraganlar orasida Karmana tumani yoshlar ishlari bo'limi shubha mutaxassisi ham bo'lib, hozirda u shifokorlar nazorati ostida qolmoqda. Navoiy viloyati Karmana tumanida 2 nafar yoshlar yetakchisi yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sa'dullayev ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Karmana tumani Farhod mahallasi yoshlar yetakchisi Ulug'bek Oblaqulov va ushbu tumanning Bahrom mahallasi yoshlar yetakchisi Muhriddin Bahromov avtohalokati sabab vafot etgan. Bir kunda tizimning yosh va zabardast 2 yetakchisining kutilmaganda bunday baxtsiz hodisa natijasida vafot etishi juda og'ir musibat. Jamoamiz nomidan marhumlarning oila a'zolariga va yaqinlariga ta'ziya bildiramiz, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir donadan like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.